Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka va opalar, hammalaringiz yaxshimi? Ishlaringiz joyidami? Charchamas yuribsizlarmi, jigarlar? Biz yangi konkursimizga startni berdik do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, birinchi o'ringa, ya'ni eng ko'p biletni olib, birinchi o'rinni olgan obunachimizga Tahoe avtomobil qo'yilgan do'stlar. Obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek, ikkinchi o'rnimiz, ya'ni eng ko'p biletga riskovat qilib, ikkinchi o'rinni olgan obunachilarimiz, akalarimiz, opalarimiz uchun Malibu avtomobil jigarlar. Buning uchun nima qilish kerak? WhatsAppga yozish kerak, biletlarni xarid qilish kerak do'stlar. Do'stlarga, tanishlarga sekingina podelitsa qilib, like, kommentariya, repost tugmalarini bosib qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad jigarlar. Xohlasangiz jigarlar, pulini xohlasangiz avtomobilni o'zini olishlaringiz mumkin. Xuddi shunday Tahoe avtomobilimizga ham tegishli jigarlar. Xohlasangiz pulini, xohlasangiz avtomobilni o'zini olasizlar. Obunachilar, mana bizda 250 dona avtomobilimiz qo'yilgan, 200 tasi Damas, 50 tasi Onyx avtomobillar. Jigarlar, bilet narxlariga keladigan bo'lsak, Rossiyadagi obunachilarimiz uchun 8000 rubl, Qozog'istondagi obunachilarimiz uchun 47 ming tanga. Istagan davlatlaringizdan, xohlagan davlatlaringizdan o'yinimizda, ya'ni konkursimizda ishtirok etsangizlar bo'ladi. WhatsAppga yozamiz, bilet olmoqchi, ya'ni bilet xarid qilmoqchi bo'ladigan akalarimiz, opalarimiz uchun o'z omadlaringizni sinab ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni nima qilish kerak? 3906 raqamiga WhatsAppdan yozamiz, bemalol o'z omadlaringizni sinab ko'rishlaringiz mumkin jigarlar. Obunachilar, bu ko'rib turgan trackerlaringiz katta konkursdagi mini konkursimiz bo'ladi. Mini konkurs o'yinimizda ishtirok etish mutlaqo tekin. 1000 ta obunachi ishtirok etadi bu o'yinimizda, ya'ni 1000 ta bilet bo'ladi. Buni shartlari 50 ta odamga videoni podelitsa qilasiz va Telegram kanalimizga 50 ta odamni qo'shgan taqdiringizda o'yinimizda ishtirok etishlaringiz mumkin do'stlarim. Obunachilar, gapirib o'tirgandan, ya'ni videoni ko'rib o'tirgandan foyda yo'q. O'yinimizda ishtirok etish kerak, avtomobillarni yutib olish kerak jigarlar. Hammaga birdek omad jigarlar, hammalaringizga yaxshi kayfiyat. Avtomobillarimiz qo'yildi. Bemalol WhatsAppga olishlaringiz mumkin. Hammalaringizga birdek omad jigarlar.